Ancha vaqtdan beri so'raganlar uchun qilolmay yurdim. Bugun vaqtim bo'ldi. Traktor ichini video qilib, ya'ni obzor qilib berish boshladik. Bu yer ichkari salon, ya'ni yotoq joyim. Konditsionerlari bor, issiq, sovuq. Sovuqda yaxshi kunlari ham hech qanaqasiga sovqotish, qiynalish bo'lmaydi. Mikrovolnovkam bor. Bu yerda shkafim, endi mayda ichida yegulik ichkiliklar. Bu yerda xolodilnigim, morozilkasi bilan отдельно. Hamisha traklarga отдельно o'zi bunaqa xolodilniklarni aslida zakaznoy qo'ydiriladi. Bunaqa katta xolodilnik o'ziniki bo'lmaydi, ya'ni qo'ydirilgan xolodilnik bo'ladi. Bu shkaflarim, kundalik kiyimlar, nimalar, ya'ni veshelkalik kiyimlar, mayda chitalar. Ya'ni bu salon, ya'ni kema parda u tarafga o'tishiga uxlaganimda bemalol bu yoqda yopib qo'yib, bu yoqda nima qilaveraman.